Qadimda bir podshoh juda qattiq bir kasalga yo'liqdi. Yuragini bir sichqon kemirgandek bir narsa kemirardi. Bu og'riq hech qo'ymasdi. Podshoh vaziriga bu nima holat? Eron va Turonni butun tabiblari kelib bu yurak sanchig'ini, bu og'riqni to'xtata olmasa. Shohim, yana bir tabib kelibdi, huzuringizga kirmoqchi. Zora shuni bir dorisi dardingizga shifo bo'lar. Chaqiring kirsin. Tabib salom berib kirdi. Shohim, sizni bu kasalingizga chiroylik, qomatlari kelishgan 17-18 yoshdagi bir navqiron yosh yigitni qonini ichsangiz sog'ayasiz. Podshoh bo'lsam, butun bir mamlakatni egasi bo'lsam, topish oson buni. Topinglar. Tabib aytdi, men o'zim ko'rsataman kerakli bo'lgan yigitni. Vazir bilan birga mamlakatda aylanib yigit qarashdi. Bir dehqonning yagona o'g'lini mana shu bola bo'ladi. Bolani olib kelishdi. Chiroyli kelishgan yigit. Ota-onasini ham chaqirib olib kelishdi. Podshoh aytdi, ota-onasini oldiga bir savatdan oltin qo'ying. Otani oldiga bir to'la savat oltin, onani oldiga bir to'la savat oltin qo'yib, o'g'linglar menga kerak, menga berasizlarmi? O'zini yo'qotib qo'ygan, dovdirab qolgan ota-ona podshoh oldida, hey, bitta o'g'limiz ekan, mingta bo'lsa ham shohim sizga tortiq bo'pti. Ota-onani olib qo'yinglar oltinlari bilan. Olib qo'yildi. Qozi, men bu yigitni so'yib qonini ichsam bo'ladimi? Shariatga to'g'ri keladimi? Qozi aytdi, shohim, fatvo tayyor. Podshoh olam o'z salomatligi uchun fuqaroni bittasini qonini ichsa muboh, ruxsat. Ana ota-ona rozi bo'ldi. Qozini fatvosi ham tayyor. Jallod tabib ko'rsatgandek bolani so'y, qonini ichaman dedi. Shunda bola osmonga qarab tabassum bilan beg'ubor kuldi. Nimaga kulasan ey bola? Shohim, insonni boshiga dard musibat kelsa kimga aytadi birinchi? Ota-onasiga. Ota-onam hozir sotib ketdilar. Yana dardini kimga aytadi? Shikoyatini, arzini kimga qiladi? Qoziga. Qozi meni qonimni to'kilishini, fatvosini tayyor qildi o'limimni. Kimga aytadi yana dardini? Zorini kimga iltijo qiladi? Podshohiga. Podshoh uchun meni qonim kerak. Ey Allohim, yolg'izni yori o'zimman degansan Alloh, mana yolg'iz bo'ldim, endi o'zing yorliq qilgin deb kulib Allohga qarayapman dedi. Shoh aytdi, ey 70 yoshga kirgan qari shoh, shunda iymonli, e'tiqodli, go'zal yigitni qonini ichib qanchalik umr ko'rardim. Kechdim men bu davoda. Bergan savat oltinlarim jonimdan sadaqa bo'lsin. Shunda shoh yuragini sanchilmayotganini, og'rimayotganini sezdi. Uruvam ko'rdi, yo'q og'riq. Yo ajab.
og'riq yo'q bo'ldi-ku menda. Shunda tabib kulib aytdi: "Shohim, asl kasalingiz olasiz-u berishni bilmaysiz. Sadaqa, ehsonni bilmaysiz. Ikkinchisi, nima kelgan bo'lsa Allohdan deb mardlik, saxovatlikni qilmasdingiz. Asl kasalingizni sababi mana shu edi. Hozir joningizdan sadaqa qildingiz va mardlik qilib bolani o'ldirishlikdan af etib kechirdingiz. Mardlik qilib bolani o'ldirib qonini to'kishdan bo'yin tortdingiz. Bu shifo menga kerak emas dedingiz. Mana shu ikkita narsa Allohga yoqib, dardingizga o'zi shifo berdi. Bolani Allohga qilgan nolishi Alloh o'zi yorliq qilib, chiroyli qilib bolani saqladi. İnsonlarga sig'inadilar. Odamlarning oyog'iga yiqilib yalinadilar. Egalari esdan chiqadi. Alloh dushmaningni do'st qiladigan, yo'q joydan rizqingni yetkazadigan, ota onangdan ham mehribon Allohingdan qochasan. Alloh dedi, qand yedi. Banda dedi, pand yedi. Yigitni Allohga qilgan tazarruvi umrida sadaqa bermagan poshoni sadaqa qiladigan, umrida biron bir mardlik qilmagan shohni mardlik qildiradi. Bu Zarbul Masal Unvonul Bayon degan kitobda keltiriladi. Bedana bollarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi. Bolajonlarim, endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar. Endi qanot chiqazdinglar, o'zinglar uchadigan bo'ldinglar. Endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar. Nasihatimga amal qilsanglar, bu musaffo osmonda uchib, yerdan rizqingizni terib yurasiz. Qiynalsangiz ham har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta ikkita topib, qanoat qilib rizqingizni yeb yuring. Bir xil joyda ko'pgina sepilib, yonida suvlari ham qo'yilgan bo'lsa bormang. U odamzod degan bir toifa borki, qushlarga tuzoq qo'yadi. Ko'pgina sepib qo'yadi-da, o'sha yerga qo'nib, o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz. Yo butun umriga qafasga qo'yib, sizni yig'ingizni eshitib maza qilib o'tiradi, yoki so'yib sho'rva qilib ichib yuboradi, yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urushtirib rohatlanadi. Ming alhazar unaqa ko'p sepib qo'yilgan joylarga bormang. Shuni ona bolalariga nasihat qilib, bolalariga oqpotaha berdi. Bir bolasi bu yoqdan cho'qib uchib yurdida, bir payt bunday qarasa, o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda. Yonida suvlar ham, hamma narsa yaxshi. Bildi, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak, dedi-yu, bitta cho'qiyman dedi. Bitta cho'qiganimda domiga ilinmasam kerak. Deb bitta cho'quvdiki, u qiynalib topib yurganidan shirinroq totib ketdi bu. Ikkinchisini cho'qidi, uchinchisi, to'rtinchisiga ketuvdiki, lappa etib domiga ilindi. Bedanavoz kelib qo'liga bedanani olganda, bedana, beamalligim qursin, beamalligim qursin, boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim dedi. Bedanavoz hayron bo'ldi, "O'sa gapiradigan bedanamisan?" "Ha, gapiramanman."
endi qafasingga qo'yib meni qul qilib yig'imni eshitib yotasan, yo o'zimga o'xshagan bilan urushtirasan, yo sho'rva qilib ichib yuborasan, so'yib shu uchoqdan bittasini qilasan-da. Yo 3 ta nasihatim bor, shularni eshitasanmi? Bedanavoz bedanaga qahat kelganmi? Sen nasihatingni eshitsam, eshitay, qani ayt nasihatingni. Birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan, kaftingda aytaman. Ikkinchisini uchib daraxtda aytaman. Uchinchisini uchib ketayotib aytaman. Bo'pti deb bedanavoz qo'lini ochdi, bir silkinib bedanavoziga kelib oldi-da, qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi. Bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi. Dedi fir aytib daraxtga qo'ndi. Sizlar insonsizlar, Alloh sizlarga aqlni juda katta bergan. Bir gapni eshitsang, aql tarozingga qo'ygin. To'g'ri kelsa qabul qil. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin. Bir inson to'g'risa bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan Xudo bergan aqlga bunday tarozisiga qo'yib, shu gap rostmikin? Shu meni do'stim, meni ketimdan shunday ig'vo qilganmikin, rostmikin yo bu bo'xtonmikin? Bir odamni yomonlasa qo'shilib g'ibatiga qo'shilib ketavermagin. Bir masala eshitsang, oyat hadisga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni bir o'ylab ko'rgin. Oyatda bormi, hadisda bormi? Gaplar ko'p, betayin gaplar ko'p, asosi yo'q gaplar ko'p. O'sha so'zlarni hammasini o'ylab, asosini qilib keyin ishongin. Dedi bir sinab ko'raydi-da bedanayam. Ey bedanavoz, meni so'yganingda, qonimni yorganingda tuxumdek gavhar bor edi ichimda. Butun bir shaharni sotib olarding u gavharga. Dediki bedanavoz o'zini o'zi urib, ko'taraverib voyman, nasihating tinglamay, so'yib gavharingni olmayman. Xudo bergan ekan uchirib o'tiribman deb yig'labdi. Ancha o'ziga yig'lab kelib, bo'pti endi uchinchisini aytib qo'ya. Ey beamal. Men bir marta beamal qilib baloga yo'liqib zo'rg'a qutuldim. Sen hozir ko'zimni oldida ikkita nasihatga amal qilmading. Qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon bo'lmasam, yarim soat o'zingni urib mamta yig'lading. Ikkinchisi, men bedana bo'lsam, menda gavhar nima qiladi nodon? Shu aqlingga sig'madimi? Bo'pti, uchisini ayt, yo'q. Beamallarga so'z zoyi, so'z bekor. Ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman deb ham ko'p odam kuyinadi-da. Lekin aslida johil. Unga ham Sa'diy bir Gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashib gulxan qilamiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Voy maymunlar, bu qurt, bu chug'mas." desa, bordi pudashib, "Voy bu qurt, bu chug'mas" desa ham ishonmasmiz. Pastga tushib tushuntirib, javora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiray desangiz, aqli olmaydi. Sizga dushman ham bo'lib qoladi. Bir zarar yetkazishsa, niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushdi hidoyatda qilsin. Qarangki, tuzoqni qarg'aga qo'ymaydilar. Tuzoqni chimchiqqa qo'ymaydi. Tuzoqni bulbulga qo'yadi. Chunki bulbullar shirin nolasi bor.
bulbulli suhani bor. Qarg'ani qag'irlagan hech kimga yoqmaydi-da. Bir bog'bon ham bog'ida ishlab tursa, bir bulbul kelib shunday bir chiroyli sayrabdiki, bog'bon ishqiboz bo'lib qoldi. Ertaga tuzoq olib keldi, shu bulbulga qo'yib ushaylik deb ertasiga o'sha bulbul qo'nib turgan daraxtga tuzoq qo'yibdi. Bulbul tuzoqqa ilinibdi. Bulbulni olib kelib qafasiga solib, endi maza qilib eshitib o'taman desa, bulbul so'zlabdi odamchasiga. Ey bog'bon, endi uyingni vakili bo'ldim, a'zoyi bo'ldim. Senga ham bir yaxshilik qilib qo'yay. Men qo'nib turgan o'sha daraxtni tagida bir xum oltin ko'milgan ekan, men ko'rdim. Borib kavlab ol. Rostmikin deb bog'bon o'sha daraxtni tagini kavlasa bir xum oltin chiqibdi. Xursand bo'lib bog'bon kelib bulbulga, bulbul, juda dono, ko'zi o'tkir bulbul ekansan. Bir savolim bor. Shundoq ko'zingni o'tkirligi bilan yerni tagidagi xumni ko'ribsan. Nimaga ro'parangda turgan qo'poldan qo'pol tuzog'imni ko'rmading? Shakkoklik qilma inson. Sani domingga ilinish, sani uyingda qafasingda turish bu meni taqdirimda bitilgan. Taqdirdagi bor ishga zukkolik, ko'zi o'tkirlik, chaqqonlik ketmaydi. Men degan zo'rlar bir yosh bolani ishini qilib qo'yishadi, taqdir bo'ladigan bo'lsa. Men dono deganlar nodonni ishini qilib qo'yishadi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi azizlar. Mo'min musulmonni eng katta bu dunyodagi yutug'i taqdiri azalga iymon keltirishida. Boshiga nima kun kelsa, yaratgan Allohdan deb bilib, o'ziga o'zi dalda berib har qanday musibatlarni yengishda.